Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlar. Bilaman anchadan beri chorvangizga yordamchi, ya'ni mana bunday universal drabilik olaman deb yuribsiz. Lekin ishonch, sifat, narx tomondan umuman ko'nglingizga yoqmayaptimi? Unaqa bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa bugun bitta drabilikali bo'lasiz. Nimaga desangiz, usta akamiz bugun shunaqa gap aytdiki, bunaqa bitta narx qo'yib beraman deyishyapti. Umuman unaqa narx bozorlar tugul ishlab chiqarish sexlarda ham yo'q deyishyapti. Albatta mana shu narsani xudo xolasa sizlar bilan bo'lishib, universal drabilikalarimiz hamma ma'lumotlarni sizlar bilan bir qator chiroyli qilib yoritib beramiz. Akalar, videoni ko'rishdan oldin albatta bitta like bosib, boshqa chorvadorlarga yetib borish uchun albatta sababchi bo'lib qo'ying. Keyin agar chin yurakdan bitta kommentarda mana shu usta akamiz chiroyli so'zlar bilan rag'batlantirib qo'ysalaring, usta akamiz xudo xolasa narxni bundan ham arzon qilib, bundan ham sifatlilarni sizlar uchun chiqarishda davom etishadi. Akalar, bo'lmasa kuzatib turinglar, biz usta akamiz bilan ma'lumotlarni hamma yog'ini bir qator ko'rsatishni boshladik. Assalomu alaykum Elmurod aka. Yaxshimisiz? Charchamay aka, xalq xizmatidan. Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshi ko'rlaymi? Rahmat aka, xudoga shukr. Boya gaplashganimizdek kuzatuvchilarimga va'da berib qo'ydim. Bunaqa narx bo'lmagan, xudo xolasa narxlar bomba qilib sifatlarda. Xudo xolasa bugungi videoda narxlarni sindirib beramiz. Sifatlarni ham chiroyli qilib Sifatlari ham chiroyli ko'rsatib. bo'ladi. Sifat tushmagan holda narx tushadi. Narx tushgan-a? Narx tushgan. Bo'ldi, gap aka, bo'lmasam nimadan boshlaymiz? Ma'lumotlarni beraylik. Ma'lumotlardan beraveramiz bo'lmasa. Kuzatuvchilarga qiziq bu narsa. Nimadan boshladik bo'lmasa? Motordan boshlaymiz. Motordan albatta, yuragi bo'lgan drabilkamiz. Motori bilan pichog'idan boshlaymiz. Korpuslari 3 million drabilkadan shu korpus, 1,5 million drabilkadan shu korpus bo'ladi. O, ana zo'r bo'ldi. Korpuslar bir xil bo'ladi. Motor almashaveradi, pichoq almashaveradi, narx o'zgaraveradi. Endi hozirgi paytda mana 4 kilovatli motorimiz bor. Mum 4 kilovat 3 megavoltli motorimiz bor. Bu nomi qanaqa aka motor? Mum. Bana Mon. Voh. Mum yozib qo'ygan. Mon motorlar bu. Bunga bu pichoqni qo'yib beramiz. 20 ta pichoq, yengil mahaviy. 20 ta. Kuydirilgan pichoqlar mana. Yog'larga bo'yintirilgan albatta. Ancha-muncha sinib ketmaydi. Qalindan qo'yib beramiz. Boltlarga sverka tegmagan. Sverga tegmagan. Xudo xolasa. Buni narxini siz obunachilaringizga joyimizga kelib olib ketsa 2 million so'm qilib beramiz. 2 million so'm. O'zi 2 million 300 ming sotilgan. 2 million so'm qilib beramiz siz obunachilaringizga. Ana akalar, bitta like, bitta chiroyli kommentga 300 ming so'm ketdi sizlarga. 500 ming so'm ketdi. Shu videomizda agar like bo'lsa, podpisha qilib, 500 ta kommentariya, 500 ta like bo'lsa, o'sha mis motordan 2 million 600 ming drabilkamiz shuni qo'yib beramiz. Mana aktiv sizlardan podpishga kutamiz. Zo'r mana aka. Endi o'ta shu motorda 3 kilovatligi bor. 3 kilovatligi. 1,5 million so'm chiqaveradi. 1,5 million? 1,5 million chiqaveradi. 1,5 million chiqaveradi. O'ta shu motorda 3 kilovatli bo'ladi faqat. U makka pakka hamma narsani bir xil chiqaraveradi. Bir xil chiqaraveradi. Narxi 1,5 million. 1,5 million. Olib ketsa 1,5 million. Olib ketsa 1,5 million. Faqat uni pichoqlari sal o'rtacharoq pichoq bo'ladi. Ozroq 12 talik bo'ladi. 20 talik bo'lmaydi. 12 ta. Lekin o'sha ishni qilaveradi. O'sha ishni qilaveradi. Vaqtida ozgina anaqa bo'ladi. Ha, jicha sekinroq chiqaradi. Jicha sekinroq chiqaradi. 1,5 million so'm endi arzon drabilkani qo'yib beramiz. Endi moshniy motorlarimizga kelsak mana full motorlarimizga kelsak mana 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот. Alyuminli motorimiz bu. Ariol bo'ladimi buni? Yo'q, Alfa Grand bo'ladi. Alfa Grand. Bu mana Ariol mana mis motor bo'ladi. Mislisi Ariol. Ariol bo'ladi. Necha kilo usta aka bu? Bu 26 kilolik. Bu 25 kilolik. Bu 25 kilolik, bu 26 kilolik. Bunga mana zavod mahaviyni qo'yib beramiz. Pichoqlariga sverka tekkizilmagan mana. Ko'rishgan umuman sverkasi yo'q. Endi bularni narxiga keladigan bo'lsak, bu mana 6,5 kilovatli alyuminli moshniy motori, full motorimiz. Alyuminli, hop. Siz obunachilaringizga chetdan kelib olib ketsa, 2 million 300 ming so'm qo'yib beramiz. Ana 2 million 300 ming. 2 million 300 ming eng full varianti. 4 kilovat full-a? 6,5 kilovat, 3,5 kilovat. 6,5 kilovat. 2 million 800 ming, 3 million sotilgan. 2 million 300 ming. Endi mis motorimizga kelsak, mis motorimiz mana 26 kilolik motor. O'shanga zavod mahaga qo'yib beramiz 24 ta pichoqlidan. Mana shu mahaga qo'yib berishyapti. Buni narxi o'zi 2 million 600 ming so'm edi. Siz obunachilaringizga 2 million 500 ming so'm qo'yib beramiz. 2 million 500 ming. 2 million 500 ming qo'yib beramiz. Endi yana boshqatdan bitta aytamiz. Qarang.
Bu 6,5 kilovatli Aha. alyuminda kilogrammi 20 kiloli, 21 kiloli motorlar bor. 2 million sotishyapti. Ha, o'sha narsani aytmoqchi edim. Ha. Boshqa joylarda arzonroq aytyapti. Ha. Xuddi shunaqa deb endi sizga savol bermoqchi edim. Xuddi shuni 21 kilo, 20 kilo qo'yishib sotishyapti, 6,5 kilovatli edi. Menga misol telefon qilib, menga o'sha yengil motor qo'yib beraver, 20 kilo, 21 kilo desa, men ham 2 million qilib beraveraman. 2 million qilib beraver. 2 million 300 likda 2 million qilib beraverasiz. Xuddi Ha. o'sha motordan qo'yib. 2 motordan qo'yib, 2 million 300 ming qo'yib beraver, 2 million qilib beraveraman. Endi bu mis motorda ham 2 million 300 ming sotyapti-ku boshqalar deyishlari mumkin. To'g'rimi? Shuna YouTube'da ko'ryapmiz. savol. 2 million 300 ming sotishyapti deyishlari mumkin. Bu 26 kiloli motor. 26 kilo. Ha, u ham xuddi shu Ariel bo'ladi, faqat 22 kiloli bo'ladi. Bu 26 kiloli motor. Agar telefon qilib bizga ham menga o'sha 22 kiloni qilib beraver, 2 million 300 mingdan desa, biz ham o'sha maqdor qilib beramiz. Farqi shunda, kilogrammida. Kuzatuvchilar jicha narxdan haligi qilib qochib, sifatdan aldanib qolmanglar. Endi masalan shu 2 millionlikda 3-4 yil ishlatdinglar, endi buni olib turib 7-8 yil ishlatdinglar. Arzimagan 200 ming 300 ming puldan qochish kerak. Albatta sifatlisini bosib olish kerak. Voltmetri bor, mana tok ko'rsatadi, sifri bor. Puskatiri bor bu yerda, mana. O'chib qolsa haligi narushkaga o'chadi. Narushkaga tashlaydi. Kuyishini oldin oladi. Tok ko'rsaturadi nechaligi. Bu 130 dan 250 gacha ishlayveradi. Bu ham, banu ham ishlayveradi. 130 dan 250 tokkacha. Ha, ishlayveradi. Ha, bu 180 dan tepaga ishlayveradi. Misa 100. Bu mis. Eng kam 180 bo'lishi kerak. Eng kam 180 dan tepada ishlayveradi. Oho, endi setkalarimiz ham Setkalari mana albatta qiziq joyi bu ham kuzatuvchilarga. 4 xil setga qo'shib beriladi. 4 xil. Bu qo'y bob, mol bob, so'tali makaga, bu bug'doyga kepak qilib beradi. 4 xil setga qo'shib beriladi. Qalinliklarni ko'rib qo'yasiz. Qalinliklarni ko'rib qo'yasiz. Hamma joyda ham bunaqasidan ishlatilmaydi kuzatuvchilar. Sifatga albatta baho berib bosib ko'rasiz. Qulayliklari u. Qulayliklari masofadan masofaga g'ildiraklari bor. Bemalol u yoqdan bu yoqqa olib borishlari mumkin. Eng asosiysi mana setkani solib qo'yibmiz. Setkalari ham yonboshdan. Mana. Mana. Oho. Bittada. Zo'r. Eng qizig'i uyingizda buni kulishchoqlar, ombaroqlar yo'q. yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa ham xotirjam aqabaga g'ildiradi va yoshga otaxon onaxonlarimiz bo'ladigan bo'lsa ham adam xotirjam yetalab yursa bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri, yetalab yursa bo'laveradi. Aravaga o'xshaganda qo'ni qo'shni ham archib ketib ishlatsa bo'laveradi-da. Zo'r aka. Bu yerdan misol uchun kelib ko'rsataverasizmi? Zaslonka. Zaslonka mana. Bu yerdan bug'doy ketadi. Bu yerdan so'tali makka ketadi. Uni ligirovkasi bo'lsa kerak. Bu ligirovkasi. Ligirovkani qilib ish qilaveradi. Bu yerdan so'tali makka, bu yerdan bug'doy, arpa, liboyni ketaveradi bu yerdan. U so'b mana qoplar, mana ko'rishadi. Shunday bitta solib qo'yasiz, ligirovkasiga qo'yib qo'ysangiz o'zi bir xilda chiqarib. Ishingizni ham qilaveradi. Keyin kattalashgan varianti, hampalari 54 ga 54. 54. Chiqishlari kattalashgan varianti bo'ladi. Katta yipskani korpusi. O'sha aytganimizdek 1,5 million dirhamimizda ham shu korpus, 2,5 millionlikda ham shu korpus. Korpusda o'zgarish yo'q umuman. O'zgarish yo'q. Faqat motor bilan pichoqda o'zgarish bor, narxi o'ynaveradi. Materiallari ham bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Qalin yuqa qilib qo'ymaysiz. Bir xil bu materiallar. Prosta motorda o'zgarish bo'ladi. Motori sal kuchliroq bo'ladi, pichog'i 12 talik bo'ladi bo'ldi. Zo'r kuzatuvchilar. Endi chiqarib nimalar chiqarib beramiz usta aka? Somon chiqaramiz. Somon, makkapoya. Bedapoya chiqaramiz. Bedapoya. Makkapoya. Makkapoya bu. Keyin marta bunaqa so'tali makkalar chiqarib beramiz ana. Ana. So'ti ham katta ekan. Bug'doy chiqaramiz. Mana bug'doyni qanaqa holat kelishini albatta ko'rsatib beramiz. Oxirigacha ko'rib tursalaring. Bo'lmasam to'kpoklarni tayyorlab olaylik, keyin boshlaymiz yana. Kuzatuvchilar bo'lmasa tayyorlab oldik, mana chiqarishni ham boshlab yubordik. Albatta kuzatiraverasizlar. Holat ko'rishlari mumkin mana. Girovkaga qo'yib qo'yasizlar, mana shu holatda agar qop yedirib qo'yadigan bo'lsalar, yana chiqib ketadigan changlari ham qopda ushlab qolasizlar. Bo'ladi ustaga. Kuzatuvchilar holat ko'rishlari mumkin. Hammasini bitta ko'rsatib beramiz, chiqarib olamiz. Qo'par, qaranglar.
chiqarib berishni. Agar like bosib turing, albatta like arziyotgan bo'lsa. Ustoga lekin chiqarishiga gap yo'q. Chiqarishidan ham ovoziga gap yo'q aka. Mana bitta ko'ramiz. Mana holatini ko'ringlar. Makka mash holatda, mash holatga gap tashadi. Yorma holatda albatta. Endi mana Bug'doyni ko'rsating. tayyor kepay mana. Kepayda. Endi beda bilan somon chiqarib beramiz. Qo'y bop sitkasiz. Somon. Qo'y bopida setkalarni ko'rsat. Tiqilib qolmaydi. Tiqilib qolmasa bo'ldi. Umuman qaytarmayapti. Biroviga faqat yukyapti ichiga. Kattaligini hisobiga beda prezent ketdi mana. Bo'ladi ham ustoga. Bunga sovg'ani chiqarib yubordi. Usta makapiyani ham sovg'arakni qo'yib apiga. Nima deydi? Mix bo'ladi. Shunda Katta. boshqa holatda beradigan bo'lsalaring, gapira olmaydigan mollaring ham gapirtiraveradi aka. Nazariga. Qaranglar. Akalar bitta podpishka qilib qo'yasizlar, like sang bosib. Ustakamizga chiroyli so'zlar yozib ketaverasizlar. Qaranglar. Tayyor ratsion. Qani beyda pir nima? Somon piris, beda piris yo'q. Hammasi bir xil razmerga olib kelib, maydalab chiroyli qilib qo'ydi. Molingdan umuman nusxa chiqarmaydi. Haqiqiy yordamchi bo'ladi akalar, bitta olib qo'ysalang, chiqarib ko'rsatib berdik hammasini. Bug'doyni, makkani, o't hammasi chiqardik. Kuzatuvchilar, menimcha sizlardan faqat qolgan narsa telefon qilib, aka bitta jo'natib yuboring deyish qoldi xolos. Ustaga bo'lmasa qanaqa ma'lumotlar qolib ketdi? Ma'lumotlar hammasini berdik. Agar ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, telefon qilishsiz. Telefon qilsa qolganini tushuntiraveramiz. Garantiyali, ishonchli narsa xudo xolasa. Garantiyalarni motorlariga 6 oy beramiz. 6 oy? Garantiyasi ham bor. Garantiyasi gap yo'q aka. Dralgiga 1 yil garantiyasi bor. Korpusiga 1 yil, motoriga 6 oy. Bu 1,5 million desangiz garantiyasi yo'q deb Yo'q, garantiyasi bor. Birov bermagan garantiyani beramiz. 6 oy garantiya. 6 oy motoriga garantiya beramiz. Gap yo'q. Usta aka, bo'lmasam siz ham o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasiz, kuzatuvchilar sizlar ham rozi bo'lib